Kitobning sehrli sirlari. Oydin maktab kutubxonasida o'tirishni yaxshi ko'rardi. Har kuni darsdan keyin u sevimli kitoblarni varaqlab, yangi dunyolarni kashf qilardi. Bir kuni u eski javonning burchagidan chang bosgan qalin kitobni topdi. Uning muqovasida esa sehrli so'zlar kitobi deb yozilgandi. Oydin hayajon bilan kitobni ochdi. Bir payt ajib hodisa yuz berdi. Harflar chaqnab, yonib o'chganday bo'ldi. "Sen kim bo'lsang ham men bilan suhbatlasha olasan", deb eshitildi yumshoq, sirli ovoz. Oydin hayrat bilan kitobni qo'liga oldi. "Bu qanday kitob?" deb so'radi u. "Men oddiy kitob emasman", javob berdi ovoz. "Meni o'qigan odam dunyoni boshqacha ko'ra boshlaydi. Har bir sahifamda yangi sirlar yashirilgan. Sen tayyormisan?" Oydin shubhalanib birinchi sahifani ochdi. U yerda "O'qish insonni o'zgartiradi" deb yozilgandi. Shu payt Oydinning xayolida turli tasvirlar jonlandi. U o'zini qadimiy shohliklarda sayohat qilayotganini, kosmosni o'rganayotganini, ilm-fan sirlarini kashf etayotganini tasavvur qildi. "Bu qanday sodir bo'lyapti?" hayratlandi u. "Bu o'qish sehridir", dedi kitob. "Kitoblar seni cheksiz olamlarga olib boradi. Faqat sen sabr va tushunish bilan o'qishni o'rgan." Oydin ertasi kuni ham, undan keyin ham kutubxonaga qaytib, kitob bilan suhbatlashishda davom etdi. U har kuni yangi bilimlarni o'zlashtirardi. O'qish nafaqat qiziqarli, balki insonlarni o'zgartiruvchi kuch ekanini anglab yetdi. Endi Oydin nafaqat kitob o'qir, balki atrofdagilarga ham o'qishning ahamiyatini tushuntirar edi.